Endi biz tüvendeki leksiyimizde hürmetlik vatandaşım mındaq bir meseleni sözleyimiz. Yani Tayvan'ın prezidenti bilen Jungo'nun reisi Xi Jinping uçuraşqan ekan, uçuruşning oldida qandaq söz-söhbetler bo'ldi. Uçuruşdan keyin qandaq söz-söhbetler bo'lyapti? Bu yer degan gap endi xilma-xil tahlil, xilma-xil analiz o'ttirib chiqyapti. Bular uçuruşdan burun qandaq söz iboralar o'ttirib chiqqan edi. Diqqat vatandaşım. Vaqt insonni qistaydi. Xi reis ve ma prezident yana vaqtni orqaga suradigan bo'lsa, ko'risholmaydi. Mavzuli xabar 11 ayning 5-kun Fransiya xalqaro radio stansiyasining to'g'ri betida e'lon qilindi. Shu kuni vanvi to'g'ri beti ko'chirib besildi. Xabar mundaq boshlandi. Tayvanning prezidenti Ma Ying-je Jungo'ning davlat raisi Xi Jinping ikki rahbarining tarixiy xarakterli uchrashishining hozir ishga oshirilishi Tayvan bo'g'ozining hozirgi olti asr vaqtdan aytganda balki en ahırkı çek işidi elip verilgan harekettir. Dikkat vatandaşım, Fransiya matbuatı nime davatıdır? Bu işki rehberinin Tayvan boğazuda uçuruşu, Tayvan boğazu işki rehberinin uçuruşu vakt cihetini aytkandadır. En ahırkı çek işidi elip verilgan harekettir. Bu sözün menteqsiz mezmunu düşünmek kıyın toxtavatıdır vatandaşım. En ahırkı demek, Moşu uçuruşdan keyin Tayvan boğazı bir xil özgürüşning yüz berishi yoki uçuruş bo'lmagandan Tayvan boğazı bir xil özgürüşning bo'lishi mumkinmidi? Biz gumonxo'rlik bilan qiyosan zaten shunday fikr qo'ygan vaqtida bu Fransiya matbuotining so'zini tushungan bo'lamiz, yo'likin to'liq tushunmagan bo'lamiz. Yaponiya matbuoti tahlil qilib mundaq ko'rsatdi. Tayvan bo'g'ozida ikki davlat rahbarlari yana kechiktiradigan bo'lsa deydi vaqtni, balki ko'rishga vaqt yo'q edi. Hala şehrini bu nima deydi? Belki bir yerda Ma Ying-je xizmatdan tushib ketdi, vazifa o'taydi, tugaydi, oxirlashidi. Reis Xi Jinping mi yana 4-5 yilda vazifa o'taydi, oxirlash tugaydi. Mo'shu nuqtada aytyapamdi, yoki bu yerda siz biz tushunmayotgan yana bir zaman, yana bir vaqtchil yuz beradigan alayda bir voqea bormi yo'q? Vatandaşım. Jungo'nun reisi Xi Jinping bilan Tayvanning prezidenti Ma Ying-je 11 ayning 7-kuni Singapurda suhbat o'tkazdi. Bu uçuruş 49 yılda hesaplaganda iki tarafdan tunji uçuruşu bo'lib hesaplanadi. Jungo uçuruş orqali Tayvanni o'zining lageriga tortib, Amerikani cheklashni maqsad qiladi. Demak, reis Xi Jinpingning uçuruşu Tayvanni o'z yoniga tortib, Amerikani cheklashni maqsad qiladi ekan alasharingni. Tayvan rahbarlari bo'lsa Tayvan bilan Jungo'ning iqtisodiy jihatda tayin ishini chunqurlashtirib, mushundaq vaziyat ostida munosabatlarni muqimlashtirishni umid qiladi. Demak, Tayvanliklar Tayvan bo'g'ozining muqimligini umid qiladi. Tayvan bilan Jungo'ning bir-biriga yaqinlashishi Sharqiy Osiyoning siyosiy va iqtisodiy ta'sir ko'rsatadi. Albatta shunday. Bu shundaqlar emas, Yaponiyaga va Amerika Qo'shma Shtatlarining siyosatiga ta'sir ko'rsatadi. Tayvan ichki qirg'oq ishlarining mas'uli Shaliyan 4-kuni muxbirlarga mundaq ko'rsatdi. Jungo taraf bu uchrashishga va suhbatga aktiv pozitsiya tutdi. Bu qaltis gap demak, bu qadam ko'rishishga Jungo taraf aktiv pozitsiya tutdi. Azaldan ko'rilib boqmagan o'zgarish 66 yildan keyin yuz berdi.